Hayotda ba'zi insonlar skanword, crossword yoki shunga o'xshash har xil bosh qotirmalarni yechishni yaxshi ko'rishadi. Aynan bugun biz sizlarga bosh qotirish uchun bir qancha suratlarni tayyorladik. Ularning yordamida siz o'zingizni qanchalar topqir va idrokli ekanligingizni bilib olishingiz mumkin. Quyidagi beriladigan savollarimiz va jumboqlarimiz faqatgina suratlarda bo'lib, ularning javobi ham xuddi o'sha suratlarda bo'ladi. Har bir savolning javobini topish uchun sizga 30 soniya vaqt beriladi. Agarda kim savollarimizga to'g'ri javob topa olmasa, hech ham xafa bo'lishga o'rin yo'q. Negaki biz savolimiz oxirida albatta javobini ham aytib o'tamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, marhamat, boshladik. Ushbu suratdan xitoylik odamni topishga harakat qilib ko'ring. Ko'pchilik bu insonni topa olmagan bo'lsa kerak, lekin u haqiqatan ham ushbu suratda bor. Mana o'sha xitoylik inson. Ushbu suratdan ikkita bir xil insonni topishga harakat qilib ko'ring. Ular albatta ushbu suratda bor. Ko'rib turganingizdek, ularni biri yuqorida, ikkinchisi esa pastki qismda edi. Bu yerda har xil yeguliklar va taomlar bor. Eng qizig'i esa bu yerda sportga oid yana bir narsa yashiringan. Uni topishga harakat qilib ko'ring. Albatta bu yerda kichik rezina koptok yashirilgan edi. Ushbu yuqoridan tushirilgan suratda qaysi mamlakat aks etgan? Ko'pchilik bu savolga Amerika, Braziliya yoki Xitoy deb javob bergan bo'lsa ajab emas. Ushbu suratda Yaponiya mamlakati aks etgan. Ushbu rasm buyuk Yapon tog'i Fidzuda suratga olingan. Suratda ko'rib turgan jonzodingiz qaysi jonzod turiga kiradi? Ko'pchilik albatta buni mushuk bolasi deb o'ylagan bo'lsa ajab emas, lekin bu jonzot mushuk emas, karakul edi. Ushbu yo'l chiziqlarda nimani surati bor? Faqat shoshilmasdan topishga harakat qiling. Lekin bu savolga 99% odamlar javob berisha olmaganlar. Suratga yaxshilab e'tibor qilib, nimani surati borligini topa olmagan bo'lsangiz, endi monitor yonidan 2 metr orqaga suriling-da, keyin yo'l chiziqlarga qarang. Siz bu yerda mushukning rasmini ko'rasiz. Ushbu suratda necha dona qalam bor? Sizni bu savol anchagina qiynab qo'ygan bo'lsa ajab emas. Ushbu suratda 72 dona qalam bor edi.
Ko'rib turganingizdek, uchala mushuk bir xildek, lekin ularni biri ikkisidan farq qiladi. O'sha o'zgacha bo'lgan mushukni topishga harakat qiling. Ikkinchi raqamli mushuk boshqalardan ko'z qarashi bilan farq qiladi. Ushbu suratda qayerda itni rasmi chizilgan. Ko'pchilik bu savolga javob topa olmagan bo'lsa ajab emas. Mana o'sha beozorgina kuchukni rasmi. Ushbu suratdan mushukni topishga harakat qilib ko'ring. Mushuk mana shu yerda yashirilgan edi.